Sevgi muhabbat haqidagi videoyimdan keyin bitta bola yozibdi. Aka, erkak kishi bitta narsaga erisha olmasa, hech narsa qilmaydi debsiz. Meni maqsadim o'sha geylik olish. Erkak kishining maqsadi bo'ladi bu geylik olish debdi-da. Nima mashina haydaysiz desam, Gentra oldim yaqinda deydi. Azgina qo'shib geylik olmabsiz desam, qanaqa qilib geylik qimmat u deydi. Yili eskilarni beradi. Azgina qo'shsangiz desam, aka menga hozir o'sha yangi chiqqani kerak. Yangi chiqqan maqsadim deydi. O'sha eskiligi ham kimnidir maqsadi bo'lgan. Mana hozir eskirgan. Siz maqsad qilayotgan hozirgi yili yangi bo'lgan mashina ham qachondir eskiradi. Qachondir qadrini yo'qotadi, narxi tushib ketadi. Ya'ni inson qachondir narxi tushadigan, qachondir qadri yo'qoladigan narsani maqsad qilishi bu haqiqatan ham kulgili narsa. Bu rostdan ham kulgili narsa. Nimaga desa, inson bir kun qadri tushib ketadigan narsani orzu maqsad qilmaydi. Tushib ketadi narx. Bugungi yangi chiqayotgan mashina ham 20 yildan keyin tushib ketadi. 10 yildan keyin, даже 5 yildan keyin deylik. Hamma narsa qadrsizlanadi. Hamma narsa narxi tushadi va bir butun dunyo butunicha qadrsizlanadi bir kun. Demak, insonning maqsadi bir qanaqadir matoga cheklanmaslik kerak. Insonning dunyo qarashi shu geylikka cheklandim. Yoki ana mashinada oldidagi BMW ni videoga otdi-da, aka, videoni ko'rsangiz bilib qo'ying, men maqsad qilgan hayotda yashayapsiz deydi. Insonning orzusi shu BMW ga cheklandimi yoki Mercedes ga cheklanadimi? Shumi orzu? Ya'ni siz butun bir hayotingizni qanaqadir uchastkaga yoki qanaqadir bir mashinaga sarflaysizmi? Albatta imkoniyatingiz bo'lgandan keyin olish kerak. Bunga qarshi emasman, lekin maqsad, e'tibor, fokus shunga qaratilishi kerak. Arziydimi shunaqa bo'lishga? Yo'q bo'lib ketadigan, bir kuni metallonga aylanadigan yoki bir kuni bizilib ketadigan uchastka bo'lsa misol uchun, yoki umuman qadri bo'lmaydigan narsani inson maqsad orzu qiladimi? Bu kulgili. Shuning uchun ham inson orzu qilganga yarasha, fokusini qaratganga yarasha, eng oliy, eng go'zal, hech qachon tugamaydigan narsaga qaratishi eng to'g'ri, aqlli, oqilona fikr bu.